Assalomu alaykum hammaga. Voyage Free Apollo Tech ili Apollo Tech deylasizlarmi? Shundan bizaga 2025 ga 25 ni mokriga qora va oqqa qora ranglardan bor yo'g'i ikkita mashina qolgan. Bilasizlar, hozir bu mashinani juda ko'p kishi olyapti, chunki sifati zo'r. Ko'p kishi Equinoxdan bunga o'tyapti. Ko'ryapsizlar, Michelin ballonlarda hamma pozitsiyalarni bilasizlar, o'zi YouTube'da ko'p chiqqan. Buni elektrichkasi bor, coverage. Bizda hozir nalichida bu mashinamiz 38 ming ko'chada ko'ryapsizlar, 38 ming hamma narsasi bilan, rusifikatsiya, pollik, garantiyalari bilan. Bizda esa 37.800 ga beryapmiz. 1 yil garantiyasi bilan qilib beramiz mashinani. Mashinani tekshirib olib ketasizlar, xudo xolasa. O'zini ofitsialniy do'konda hozir Voyage Free ni 41 ming sotilyapti. Bu mashinamiz bizda 42 ming, 41 ming sotilyapti, lekin bu yoqda 3 ming, 4 ming dollarga arzonroqqa olishlaringiz mumkin. Rahmat.